Assalomu alaykum, bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga bir musofir yurtdoshimizning iltimoslariga binoan onajonlarining suratlariga qarab o'zlari yozgan she'rlarini o'qib bermoqchiman. Albatta, onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin. Bemor bo'lganimizda ham boshimizda parvona bo'ladilar. Ulg'ayib qolgan bo'lsak ham doim biz uchun qayg'uradilar. Barcha musofir yurtdoshlarimizga sihat salomatlik tilayman. Barchamizni Allohim o'z panohida asrasin. Bilmam, ko'zlarimni shira bosdimi yoki olisligim yo'lim to'sdimi? Bu hayotni menga bergan qasdimi? Ey jigarim, qara, onamiz qariyapti. Ko'zim yumib uyg'ongandayman go'yo. Bu taqdirni hazilimas, hammasi ro'yo. Shunchalikam beshafqatmi, bilmam bu dunyo. Ey jigarim, qara, onamiz qariyapti. Yuzlarini ajinlarga to'ldiribdi. Qora sochin oppoq rangga to'ldiribdi. Yosh onamni qarilikka ko'ndiribdi. Ey jigarim, qara, onamiz qariyapti. Ular bizga g'animatdir, bilasizmi? Yosh bolaga o'xshab qolgan sezasizmi? Kunda bir bor holin so'rab turasizmi? Ey jigarim, qara, onamiz qariyapti.